25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami arafasida Qo'rg'ontepa tumani qo'riqlash bo'limi xodimlari uchun barpo etilgan yangi zamonaviy bino foydalanishga topshirildi. Tantanali marosimda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Sanjar Jabarov, qo'riqlash boshqarmasi rahbariyati, tuman hokimligi hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Marosimda so'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz va Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan qo'riqlash xizmatiga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor natijasida qo'riqlash xizmati ham kundan kunga rivojlanib, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash hamda jinoyat va huquqbuzarliklarni, ayniqsa mulkiy turdagi jinoyatlarni oldini olishda yuksak natijalarga erishib kelayotganligi alohida ta'kidlandi. Ushbu ma'muriy binoning qurilish ta'minlash ishlarida jonbozlik ko'rsatganlarga ham alohida minnatdorchilik bildirilib, ularga ehtirom ko'rsatildi. Shu bilan birga qo'riqlash bo'limiga xizmat avtomashinasi ham tantanali ravishda topshirildi. Qurilish ishlari zamonaviy me'moriy talablarga mos ravishda amalga oshirilib, yangi binoda xodimlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Xizmat xonalari, navbatchilik qismi, video nazorat va axborot texnik markazi, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish xonasi, xodimlarning bilim saviyasini oshirishga qaratilgan ma'naviyat xonasi, simulятsion o'q otish xonasi, xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida tashkil etilgan barcha qulayliklarga ega bo'lgan sport zali hamda dam olish xonalari zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Ushbu yangi binoning foydalanishga topshirilishi tumanda huquq-tartibotni ta'minlash, fuqarolar mulki xavfsizligini mustahkamlash hamda qo'riqlash xizmatining samaradorligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.